WhatsApp qadr yurtdoshlar, sizlar bilan Mosha Elnurchi. Bugungi videoda do'stim bilan Skype blokda survival qilishga harakat qilamiz. Bugungi video ancha sifatliroq bo'ladi, chunki men bitta o'zim emasman, do'stim ham bor. Lekin do'stim hozirda ana o'yinga qo'shildi. Lekin u qayerda? Lekin u mana bu yerda. Endi hozir u oldimizga chiqishini kutamiz. Va nihoyat do'stimiz ham oldimizga keldi. Negadir skini Alex, qiz bola, girl, gapirib qo'y o'zingni nimadir. Gapir. Og'zing bormi? Mana og'zi bor, bola, labi bor. Gapir. Assalomu alaykum deb qo'y. Assalomu alaykum. Bu meni birachgan bo'ladi-da deb hazillashaman, sinfdoshim karochi. Bu yerda sandiqda nimalar bor ekan? Labi, bu yer, bular. Bular hammasini olaman men. Nimaga Nimagadir do'stimiz AFK bo'lib qoldi. Alo, yashil ko'z, alo, qimillab ketsa iloyim nimagadir bu qimillamaydigan haykal bo'lib qoldi. Xullas karochi, bitta cheksiz suv bor ekan. Qanaqasi bu 4 ta blok cheksiz suv bo'lishi mumkin desanglar, sababi bu 4 ta blokka 4 talasini suv quyib chiqsanglar, bu suv cheksiz bo'ladi. Mana bu yoqdan olasizlar, bu yoqdan olasizlar, xullas cheksiz karochi. Qani? Ber. Ber kitobda qanaqa kitob bu? Qanaqa kitob bu? Kitob topdim deyapsan-ku, ber. Wow, qanaqa kitob bu? Davay ber. Shikolat ko'rishayotgan, davay ber. Kecham tushdi, quyosh botyapti. Topolmayapman. Mayli, bu kitob qo'liga yopishib qolibdi, juda ham qattiq yopishibdi. Biz bu cheksiz suvdan kitob turamiz. Bu yoqqa qo'yamiz, menimcha. Biz tosh ferma yasashimiz kerak, adashmasam. Va suv tashidan qilib qo'ydik. Afsus. Va nihoyat bizga mana kitobni berdi. Skyblock easy, Skyblock oson degan tarjima. Skyblock qildi. Kim bu endi? Kimning kitobi bu? Kim qayerdan topding buni? Yo'q. Hayır. Xullas men tosh fermani yasashni bilib oldim. Endi bemalol tosh ferma qilsak bo'ladi. Mana aytadan bola tosh ferma ham qildik. Aytgancha sizlar nima qilyapsizlar bu yerda turbicha joylar vijvaniya qilyapsizlar desanglar, albatta. Biz ham bunaqa nechigadir sanab chiqishim kerak. Xullas 9 ga 9 kvadratda ichida biz vijvaniya qilyapmiz. Do'stim Dester bilan. Uni kanal opisaniyada bo'ladi, yo kommentariyada bo'ladi. Unga o'tib olib qo'yinglar. Chunki men mehribonman. Stop. Bu kim edi? Bu kim bu Slenderman? Bu bola kim bu? Kommentariy yozib qoldiringlar. Bu qayerdan kelib qoldi? Uzr, tegib ketdi. Tegib ketdi, uzr, biratan atilab qolmadi. Biz daraxt chopishimiz kerak va kuchayishimiz ham kerak bo'ladi avvalo. Stop, do'stlar, pastda qolib ketdi. Mana Slenderman bilan qolib ketdi. Qataligini. Tushunmadim. Nima qilyapsan, garang? Hozir bitta foyda bo'lib qoling-ku. Ping bo'lyapti shekilli. Sal qoldi tushgich. Daraxt chopishimiz kerak maksimalni. Purma hozir oldimizga keladi, yurasan keyin yig'lab. Tupurormay, hozir basharingga paq tupurib yuboraman. Shu yomon bo'ladi-ki. Bola qanaqadir sandiq topib oldim, ko'ryapsanmi? Ochma narsalarni olma. Joyiga qo'y, joyiga qo'y. Wow, kartani qo'y, qani menga tasha kartani. Kartani tasha menga. Qani karta nima bor ekan? Mana biz turibmiz-ku. Mayli, bir tiyinlik kerak emas. Qolgan narsalar olamiz keyin. Bitta 20 bitta tayoq. Bunaqa olmos ham bor ekan, bola, daji qilich. Biz kuchayib ketdik, bola, bilmagan holda narsa topib oldim men. Sandiqni ham sindirish kerak hozirroq, chunki sandiq bizga kelajakda kerak bo'lib qoladi. Anasini ol sandiqda ol, mayli buzamiz. Chunki menning IQ juda ham baland. Bizada jami bo'lim 18 ta anaqa temir. Masanga 3-4 ta
Ili men senga non chicha. Urvoryapman seni mana chicha non. Chicha olmayman. Halka bilan biz birinchi o'rinda kirka yasashimiz kerak almasning. Almasning kirka. Mana bizning almasning kirkamiz. Yo'q. Bolta ili menda qilich borligi uchun men qilich yasamayman. Bizda hozircha qancha temir bor? Bitta temir bor. Menga bitta qalqon yasasam bo'ladi. Qalqon. Mana qalqon. Va bizda yana kerakli bo'ladigan narsa qaychi. Biz qaychi bilan mana bu narsalarni blok sifatida olsak bo'ladi. O'ylabsan. Suvga tush. Yaxshi suvga tushding. Hop, biz hozircha mana shuncha narsalar bu. Qara, menda qalqon bor. Urib ko'rchi meni. Sakrab turib bitta urchi. Yo'q, ura olmaysan menda qalqon bor. Davay. Yo'q. Yap. Ey. Tak. Chiqib jo'n ketdim uyga. Videoning oxirida qo'yib mengacha chicha qochib tur, men bitta toshga ulayman. Hop, biz hozircha 7 ta toshga uladik. Bu toshlar bizga kamlik qiladi. Kelinglar, bizga ko'proq tosh yig'ishimizda kerak bo'ladi. Nima? Bunisi ana urilib ketmadi, to'g'rimi? Men sen urgani hozir bortada sopqolam o'lib ketasan aytib qo'y. Deydi. Hazillashda men unaqa. Voy, garang. O'lmadi. Qanday? Tiqishtirma. Kesoraman men. Hozircha 12 ta tosh bor. Bu tosh bilan biz nimalar qilamiz? Har xil narsalar istasak berib ko'ray yoki ketma yasab turib bitta ferma qurib o'rsagan bo'ladi. Sababi sandig'imizda 13 ta urug' bor, 50 daraxt ham bor ekishga. Demak, bu degani biz ancha rivojlanishimiz kerak degani. Hozir bola krizali qilamiz. O'lmadimi? Stop, bu kreativda ekan. Kreativdan emas. Baki to'xta. Yonmayapsan-ku. Kreativda ekansan sen. Kreativdan. Gara, urib bo'lmayapsan seni. Sen kreativdasan, garang. Qani kreativda. Ey, jon, bu besmayotga qilib qo'ygansan o'zingni, garang. Urib bo'lmayapti seni. Qara, seni urib bo'lmayapti. Sen besmayapsan. Gutmo'rini olib qoldingmi? Yo'q, o'zi o'chiradi. Bo'lo, endi o'chirding-ku, garang. Bilay, to'g'ri o'ynaylik, Dester. Ben sana shuncha narsa berdim. Agar shu narsa bergan narsalarni yo'qotib qo'ysang o'ldiraman. Lekin loyimiz kam. Bitta buzish garang sen. Buzma. Bitta qaytadir buzib xullas o'zimizga olishimiz kerak. Egimizda qancha blok bor? 2-3 tami. Dochi kim? Menimcha bratan kirdi. Tipi qilmang uni. Tipi. Dochi botmi? Haligi real teamdagi bitta bradan debman men. Men buni to'xta, men o'ldiraman. Nima aytasan? Sizlarga telefondan qilib Da, albatta. Agar sizlar biz bilan mana Skyblock o'ynamoqchi bo'lsanglar, Pocha Flower degan ilova bo'lsa, 1.12 versiyada bemalol men bilan birga o'ynashlaringiz. bitta yo'q. Albatta. Agar sizlarda mabodo bo'lsa, men Telegram ichkam qoldiraman. Faqat o'sha men bilan o'ynash uchun xabar yozsanglar, men sizlarga albatta qachondir bir 2 kundan keyin bir javob qaytaraman. Javob qaytarganimdan keyin IP'sini men sizlarga tashlayman. Sizlar IP'sini serverda yozasizlar. Bemalol biz bilan mana Skyblock o'ynasanglar bo'ladi. To'g'rimi endi? Bu emasda yo'q. Endi gruppasida men faylda tashlayman. Da, lekin Pocha Flower'da bilmay turib biz bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, lekin Pocha Flower'da yaxshilab qarab o'ynashni bilish kerak. IP'sini kommentariyaga yozib qoldirayman, nima deysan? Plus kommentariyaga yozib qoldiraman. Pocha Flower bas kompyuterda ham kirsanglar bo'ladi. IP'sini qoldirasiz 150 like. 50 like ga 3000 obunachiga. 3000 obuna
obunachi chiqishimga ancha bo'ldi. Xullas mana men bas mana Dester akamiz meni videomni kommentariyasiga yozadilar deysizlar. Keyin men uni qadrlab qo'yaman. Mahkamlab qo'yaman, keyin birinchida turadi. Keyin shunda biz bemalol mana qilsak bo'ladi. Keyin sizlar bilan bemalol o'ynasak bo'ladi. Keyingi videoda balkim sizlar bilan qolishimiz ham mumkin. Qayerdan bilasizlar? Dester qara, uni qanaqadir yulduz bor ekan. Qara, o'sha qarab tur, u yerda, yo daraxt oldida emas. Endi orqaga qara. Ya o'libdi. Sizlar uchun men uni o'ldiryapman. Ketib qol. O'lib ketdi bechara. O'lib ketdi. Ya men uni atila o'ldirganim yo'q, bolalar. Men shunchaki qo'lim tegib ketdi. Mana bunday bosib olibman-da, bo'ldi. Unaqa vahshiy odam emasman, to'g'rimi? Albatta, men vahshiy. Shunchalik uzunki, hattoki men seni bitta boltada ikkisida yana o'ldirib, men atilab qilmayapman, qo'lim tegib ketyapti. Qo'lim qichiyapti. Tegib ketdi-da, qo'lim bor-ku, qo'lim mana buni ham qo'li tegib ketdi. Mana qo'lim shunaqa tegib ketaveradi-da, shunaqa qo'lim tegadi. Mana yana qo'lim tegib ketdi. Va yana qo'lim tegib ketdi va o'ldi. Qo'lim tegib ketdi. Shunchaki qo'lim tegib ketdi. Qo'l bechara mana qo'l borki, mana qo'l borki, mana qo'l tegib ketdi-da, shunchaki bunday ekranga bunday bosilib ketdi-da. Tela qilganim yo'q. Bunday ketatuvdim, bunday qilishni oldimda bunday tegib ketdi, to'g'rimi? Dester hozir tegib ketishi mumkin. Hozir tegib ketadi. Mana tela qilganim yo'q. Bu hayot o'zi aytyapti. Elurchi, meni lavada kuydir deyapti. Hayot o'zi menga shunday deyapti. Minecraft menga aytyapti, men uni lavada kuydirdi. Shuning uchun lavada kuydiryapman. Shuning lavada kuydirganiga xafa bo'lmaysizlar. Ha. Yana qo'lim tegib ketdi. O'lmadi bu. Qanday? Water drop yaxshi qilarman. Birga bir jang qilamiz. Bo'pti, mana olma beraman. Bo'pti, mana. Olma, mana olma. Qara, mana olma beraman. Mana ol. Anuki menda. Bo'la aytyapman-ku. Shunchaki meni barmoqlarim borki, meni barmoqlarim shunchaki tegib ketyapti. Ne kelib turib, meni tegib ketyapti. Bolalar, hozir qanaqasiga qo'lim tegib ketayotgan sizlarga isbotlayman. Mana bunaqasiga tegib ketyapti. Mana. Shunaqa qilib men qo'lim tegib ketyapti. Videodagi qo'ling tegib ketyapti deb yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Video tugashda doji bilan eksperiment qilamiz. Kelinglar, lava qo'yamiz. Lavadan keyin suv qo'yamiz. Suv qo'ygandan keyin lava qo'yamiz. Obsidian ichiga kirib qoldi. Doji obsidian ichiga kirib qoldi. Короче, video tugadi. Like bosing.